Videoni ko'rgandirsana. Ale. Men senga summani yozib yubordim. Hozir karta tashiyman, o'shanga o'tkazib yuborasan. Yoki mashinang bor edi-yu, o'shani kalitini uyimga olib kelib berasan. Uyimni bilasan qattarligini. Xo'p, agar shu itgalarimni qilmasang, seni butun O'zbekiston taniydi. Ushbu holatni ko'rdingiz. Hozirda shunga o'xshagan holatlar juda ham ommalashib boryapti. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, ushbu holatga javobgarlik bor. Ya'ni Jinoyat kodeksining 141-3-moddasiga ko'ra ushbu holatga qamoq jazosi ham belgilanishi mumkin. Agar sizda ham shunday muammolar sodir bo'layotgan bo'lsa, siz bizga direktdan murojaat qiling va bizning jamoamiz sizga huquqiy yordam beradi. Unutmang, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari qonun bilan himoyalangan. Shuni bilingki, sizning huquqlaringiz o'z qo'lingizda.